Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Bizda va nihoyat yana bir intervyu bo'ladi. Bugun hamma kutgan Jasur Alijonov. Assalomu alaykum Jasur aka. Xush kelibsiz. Rahmat. Va nihoyat keldingiz. Xursandmiz. Tayyor bo'lsangiz savollarni berishga boshlaymiz. Albatta, juda ko'p savollar bor, bilaman. Sizlarda ham, boshqa jurnalistlarda ham qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Mangodan boshlaymiz. Hammani qiziqtirgan savol, bunaqa katta turnir o'tkazishga qancha summa ketdi? Taxminan $200,000 Taxminan. Buni orasida jangchilarning gonorarlari ham bor. Albatta, jangchilarning gonorari, перелеты, gостиницasi, питанияsi, arena, освещение, reklama, forma, hamma elementlargacha. Homiylaringizni bilamiz taxminan kimlarligini, lekin o'ylaymanki, bunaqa katta summa bera olishmaydi. Tankangiz kim? Tanka, Alloh, hech kim yo'q. O'zimiz endi tavakkal qilib boshladik, xudo xolisa bu yog'ini to'xtatmaslikka harakat qilamiz. Summalar nima desa bo'ladi, davomiy bo'lmaydi. Chunki qiyin, bukmekersga ishlash, harbiyligi bu narsa bilan ishlaydi. Biz iloji boricha bundan mustasnomiz. Xudo xolisa harakat qilamiz. Inshaalloh to'xtab qolmaymiz. Ikkinchi turnir birinchisidan qiziqarli bo'ladimi? Kart jihatdan ham, shou jihatdan ham. Kart jihatidan qiziqarli bo'ladi deb ayta olmayman. Nimagaki, kuchli sportchilar jang qiladi. Unda mediasi bo'lmashi mumkin, yo bo'lmasa qanaqadir известный bois bo'lmashi mumkin, UFC jangchisi bo'lmashi mumkin, lekin haqiqiy arenada shou ko'rsatadigan muxlislarni o'ziga jalb qilgan, haqiqiy MMA'ni ko'risha oladi degan umiddaman. Mango bir turnirida qilingan qaysi xato ikkinchi turnirda qaytarilmasligiga va'da berasiz? Hamma xatolar, hammasiga kommentariyalarni o'qiymiz, odamlar, muxlislarimiz nima noqulaylik tug'dirganmiz, nima sharoit qilib bera olmaganmiz, har bitta elementarniy narsalarga e'tibor beramiz. Albatta ish bo'lgan joyda kamchilik bo'ladi. Kamchilik ustida ishlaymiz. Bittasi bilet masalasi bo'yicha ko'pchilik bilet qimmat bo'lib ketadi. Buni iloji boricha kontrol qilish harakat qilamiz, qo'lga chiqib ketmasligiga, boshqa narsaga. Ikkinchisi, mana arenani ichida bo'layotgan sharoitlar, sport muxlislarni, misol uchun parterda o'tirgan muxlislar ko'rishga qiynalgan noqulayliklarni bartaraf qilish harakat qilamiz. Chunki ko'pchilikni oldini yopib qo'yishgan, pastda o'tirganlar ko'ra olmagan, monitorga qarab o'tirishgan. O'shani xudo xolis ustida yana ishlaymiz, to'g'rilaymiz albatta. Nimadan ko'nglingiz to'lmadi? O'ylaganingizdek bo'lmadi, qaysi jihati turnir? Asosan ozgincha bardak bo'lib qoldi, janjal bo'lib qoldi. Endi bu UFC'da ham bo'ladi, o'zingizlar ko'rgansizlar. Har xil intrigalar, janglar bo'lib ketishi mumkin. O'sha paytlarda arenada misol uchun Nursultonga bo'lgan sal anaqa tushunmovchiliklar bo'ldi yoki raqibi bilan kelishmovchilik bo'lib qoldi. O'sha joylarini xudo xolasa endi aniq qilish harakat qilamiz. O'sha paytlarda sal ozgincha nima desa bo'ladi, konflikt bo'ldi. Bu sport o'z adrenalin, to'sh-to't ham jang bo'ladi, bola adrenalinda bo'ladi, emotsiyasini jilovlab turish qiyin bo'ladi. Tushunsa bo'ladi. Xudo xolasa bartaraf qilamiz ularni ham. Hakamlar bilan bog'liq ham muxlislar tarafidan noroziliklar bo'ldi. Lekin hakamlar biz asosan chetdan, Yevropadan chaqirdik. U hakamlar professional hakamlar, chunki juda kuchli ligalarda ishlab kelgan. Bundan oldin bizda ham Murod professional ligasida ishlagan. Baribir muxlislarning qarashi bilan hakamlarning qarashi boshqacha. Uni oktagon tagida o'tirib har bitta elementi, pozitsiyalarni UFC'ning pravilalari bo'yicha ishlaydi. O'ta pravilalarda misol uchun o'zgartirishlar bor. Oddiy misol, sportchi yiqitdi, ustida yotibdi, hech qanaqa dabibani aktivность bermasa, unga hech qanaqa bal yo'q, tegiga bal beriladi. Ko'pchilik o'ylaydi, sal harakat qilsa u yutib ketadi deb o'ylaydi yoki ular ochkoga hisoblanmaydi. Ochko udar o'z to'shnis udarlar yoki to'shni brasoklar, kontrollar, bolевойlarga sudyalar beradi. Nima desa bo'ladi? Sudyalar hakamlar bekorga qo'yilmadi. Chunki hammasi neytralniy bo'lgan. Iloji boricha shu narsalar bo'lmasligi uchun. Odamlar o'zimiznikiliga balet qiladi-da, yutsa ham, yutqizsa ham. O'sha paytda muxlislar sal e'tiroz bildirdi sudyalarga. Ular ham to'g'ri tushunish kerak. Sudyalarni misol uchun men o'zimiznikiga so'rsam bo'lamiz biz.
uni yutqizish uchun sudyalarni olib kelmaymiz-ku. Adolatli baribir sudyalik qilishga harakat qilishgan. Ham murabbiysiz, ham promotion egasisiz. O'zingizni shogirdlaringiz ligada jang qilganda qanchalik adolatli bo'la olasiz? Maksimalni ko'rdingiz, mana Amirxon misol uchun nokaut bo'lib qoldi, bosh bo'lib qoldi. Bu yerda endi emotsiyani jurolash o'zi juda qiyin bo'ldi menga. Raqib praktik men shogirdlarimga patabrat qilib bermayman. Iloji boricha o'ziga mos raqib berishga harakat qilaman. Emotsiyalarim baribir ichimda qolib ketadi, tashqariga chiqara olmayman. Oktagonga chiqarib baqirib, bo'lmasa ular bilan rasmga tushib, bo'lmasa har bitta shu yutqizayotgan pozitsiyalarda ugilib turib gapirish menga juda qiyin bo'ldi. Nima deymiz, bu yo'nalish shunaqa. Agar hozirdan birinchisidan shunaqa qilmasam, ertaga indinga o'sha noto'g'ri ham bo'ladi bu narsa. Liga UFC'dagidaqa jangchilarni qo'llab-quvvatladi, ularni ovqatlarigacha qaradi, gostinitsiyaga kelganidan keyin. Jangchilarning sog'lig'iga kim javobgar bo'ladi agar jiddiyroq jarohat olishsa jang payti? Albatta, jangchilarning sog'lig'iga o'zimiz javobgarmiz, har tomonlama. Misol uchun qirg'izistonlik sportchini o'zingizlar ko'rdinglar, ko'zi oqib ketib qoldi bitta zarbada, o'ta noqonuniy zarba bo'lmadi. Endi bu sport. Misol uchun ba'zi bir ligalarga o'xshab, men otini aytmayman, misol uchun o'zimizda ham bo'ldi, jarohat oldi, bo'ldi, o'zing yog'ini hal qilib ol deyish noto'g'ri. Chunki u sportchilar biz uchun kelyapti. Bizlar ligada o'zbekistonlik bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, biz ularni qo'llab-quvvatlaymiz oxirigacha. Iloji boricha har bitta sportchidan maksimalniy doktor qog'ozlari, sog'lig'i to'g'risida birinchi o'chirda sog'liq. Jang muhim emas. Sog'lig'i agar pazolat qilsa, strixovkalar bo'lsa, men strixovkalari o'shalarga qarab biza jang beramiz va chiqayotganda ham o'zini anketalarini to'ldirib chiqadi, o'z xohishi bilan chiqayotganligi to'g'risida. Hammasi qonuniy bo'ladi. Qonundan tashqariga chiqmaymiz. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham biz har bitta sportchini oxirigacha qo'llab-quvvatlaymiz. Endi u qirg'izistonlik sportchini taqdiri nima bo'ladi? Bordingiz o'zingiz gaplashdingiz, ko'rdingiz. To'g'risini aytsam, turnir tugagandan keyin mana shunaqa narsa bo'ldi deb aytishdi. Men ahamiyat bermaganim turnir paytida. Yengilroq jarohat bo'lsa kerak deb o'yladim. Bordim, Respublikanskiy Glaznoga bordik, doktor chiqyapti, bo'ldi, dotdi, ko'zi ko'rmaydi, dotdi. Bu narsa meni hayron qoldirdi. Nimaga domla mana shunaqa desam, u qorichig'i ikkiga bo'linib ketgan, dotdi. To'g'risi o'zi birinchi o'chirib sog'liq, u sport ikkinchi darajali-da. U prijavat qildik, boshqa qildik, kerakli mutaxassislarni jalb qildik. Imенно shu borgan больницасida narkozsiz operatsiya qilishgan. Bolani qiynashgan juda, endi o'zingiz o'ylang, ko'ziga narsa tiqib to'g'rilash o'zini azoblashgan. Ertasi kuni частный klinikaga olib, mutaxassislar maslahatlashib, uni ko'zini qorachig'ini joylashtirib, operatsiya qilishdi. Shunda ham ko'zi ko'rmadi bolani. Keyin 3-operatsiyasida unga shoh parda qo'yishdi. Yana bitta operatsiya qilib, 3ta operatsiyani o'tkazdi. Hozir o'sha ko'rishi boshladi. Xudo xolasa yaxshi holati. Uni murabbiylari, oilasi qo'ldan kelgancha ular bizga e'tirozi yo'q. Naborot sportchini o'zi ham, boshqasi ham xursand. Agar menimcha uni Qirg'izistonga borishganda bu ko'zini olib tashlashi ham mumkin edi uni. Bizlarning o'zimiz doktorlarimiz baribir yaxshi joyida hal qildik. Iloji boricha bularga qo'ldan kelgancha qaradik. Liga UFC'ga o'tishga yaqin turgan deyarli barcha o'zbekistonlik jangchilar bilan kontrakt qildi. Bu aqlli taktikami? Nima desa bo'ladi? Aktivniy sportchi bo'lgan yaxshi, chem UFC'ni kutib yurgandan ko'ra. UFC'ga ham misol uchun borgan bo'lsangiz, u 2 yil oldingi jangchi bo'lsa, oxirgi marta olmaydi. Birinchi o'chirda hozir UFC nimaga qarayapti? UFC mediasiga qarayapti. Media qanaqa bo'lishi kerak? Haqiqatan populyarniy sportchi bo'lishi kerak. Ikkinchi o'chirda haqiqiy jangchi, aktivniy jangchi bo'lishi kerak. Davomiy jang qilgan, kimlar bilan jang qilgan. Biz shu UFCga yaqin yurgan sportchilarni kontrakt qilishimizdan maqsad ham ularga yana ham UFCga yaqin bo'lish uchun. Qaysidir ligaga chiqib, misol uchun kattaroq ligada riskovat qilgandan ko'ra, bizda o'zimizda chiqib mediasini ham ishlasin. Jangini ham misol uchun davomiy olib ketish maqsadida ularga shart-sharoit qilib beramiz. Misol uchun Furqat Yoqubov ham bizning ligadan xudo xolasa UFCga chiqish niyati bor. O'zingizlar bilasiz, Ultimate Fighting Championshipda jang qilgan, UFCga bir qadam bo'lgan.
No, lekin haligacha ular bilan переговор ketyapti. Yaxshiroq yana bitikda jang qilsa, UFC kontrakt berishi mumkin. Uni ularga biza sportchilik sharoit qilib beramiz shunaqa. Dubayda turnir o'tkazish haqida ham videolar chiqdi. Bu PRmi yoki shunchaki Yo'q, yaxshi niyat? biza bekordan bekorga Dubayga bormadik-ku. Bizani chaqirishdi, то что birinchi Mangu ligani ko'rishgandan so'ng sraz bizga taklif keldi. Dubayda mana shunaqa arena bor, qilaylik, birga qilaylik deshdi. Ko'rib chiqdi, yomon emas, taklif zo'r. Dubay bilasizlar, sivilizatsiya davlat, juda rivojlanib ketgan. Arenalarni ko'rdik, o'rgandik, qanaqa qilsa bo'ladi, dokumentatsiyasi qanaqa bo'ladi, har tomonlama ko'rdik. Xudo xolasa rejalashtirdik. Unga endi vaqt kerak bo'lar ekan. Sraz misol uchun borib, keyingi oy turnir qilib olish qiyin. Dokument o'ziga 2 oy, 3 oy vaqt ketadi. Xo'p, shuni ustida ishlanyapti. Undan keyin endi ko'rasizlar, sal notinch davlatlar o'rtasida. Xudo xolasa nasib qilgan bo'lsa, sentyabr, oktyabr Dubayda qilishimiz kerak. Agar o'xshamaydigan bo'lsa, bizada liba Moskvaga kirish, liba bo'lmasa ko'ramiz. Yana Ozarbayjondami takliflar bor, xudo xolasa. Viloyatda turnir o'tkazishda qanaqa muammolar bo'ladi? Ikkinchi turnir viloyatda o'tishi kerak edi. Albatta, ikkinchi turnir viloyatda bo'lishi kerak edi. Bizda har birinchi turnir 5-chi, 10-chi turnir Toshkentda, qolganlar viloyatda bo'lishi kerak edi, lekin biza o'ylab ko'rdik, muxlislarning fikri yoki ligani baribir statusiga yana ham ozgincha bo'rib berish uchun yana Humo arenada qolamiz. Viloyatda o'tkazish qiyin emas. Qiyin tomoni nimaki, arena yo'q. Katta arenalar yo'q. Biz turnir qilagan bo'lsak, bilasiz, 1000 ta odam kelmaydi. Kamida bir 5000 ta, 10 000 ta odam keladi. O'shanga talablarga javob beradigan arena bo'lsa, xudo xolasa qilamiz. 3-sini o'sha kalendarni planga qo'ydik, Samarqandda qilamiz. Xorazmga kirish niyatimiz bor, chunki Xorazmda ham o'zi Jaloliddin Manguberdi Xorazmda bo'lganligi uchun Jaloliddin imini nomiga mos Xorazmda bir chiroyli tadbir qilamiz. Sekin-sekin vodiyda, o'tda, bo'tda, yana Humo arenada, ikkinchi davlatda qilish plani bor. Eng qimmat shartnoma qaysi jangchi bilan bo'ldi? Ramazon Temirov bilan Azat Maqsum. Undan tashqari Xotam Boynazarov bo'ldi, raqibi bo'ldi. Har bitta shartnoma bizga misol uchun qimmatga tushyapti, chunki yaxshi sportchilarni qo'yamiz. Yaxshi sportchilarni qo'yish uchun yaxshi gonorar, ularga raqibiga qarshi yaxshi gonorar pul to'lashimiz kerak. Eng yaxshi jang uchun bir nechta nomzodlar bor edi va ayrim jangchilar norozi bo'lishdi. Ko'rgandirsiz o'zingiz. Qaysi kriteriyalarga qarab tanlandi? To'g'risini aytsak, bonus asosan nokautga berildi. $2000 bonus berildi. Eng yaxshi jang oqshomi bo'lishi kerak. Eng yaxshi oqshom jang biz anonsiyat qildik, gapirdik, lekin ikkala sportchi tomonlama bo'lishi kerak. Ikkita sportchi bir-biriga qarshi raqobat ko'rsatish kerak edi. Bu yerda Suhrob, ikkita Suhrob Atajonov ham, Suhrob Mirza Valiyev ham, bu ham da'vogar edi. Biz Furqatni jangini ko'pchilik ovoziga berganligi uchun, o'zimizga ham ligiga yaxshi jang ko'rsatganligi uchun ikki tomonlama, misol uchun Furqat yoqib birinchi raund yutqizdi. Studiyalarning hakamlarning ovozi bilan, faqat meni gapim bilan, studiyalarning hakamlarning ovozi bilan ikkinchi raund u yutqizib turgan joyida yaxshi yutib ketdi. Shuning uchun bu jangni biz chiroyli jang kechasi deb aniq qildik. Ramazon Temirov birinchi turnirda chiqish qildi va UFCga qaytishiga hali vaqt bor. O'sha vaqt oralig'ida sport formasini ushlab turish uchun yana shunaqa kurashlarda qatnashishi mumkinmi? Yo'q, o'sha Ramazon Temirov menejerlar bilan biz переговор boshladik, endi ruscha gapirgan bo'lsam, xudo xolasa o'sha mana shu hafta bo'y berish kerak. Ozarbayjondan? Yo'q, Ozarbayjondan emas, Abu Dabidan jang olamiz. Iyulga xudo xolasa bo'y berish kerak. Uni endi buni hali hech kimga aytmadim. Bu tez qo'ydim. Ramazon Temirov hozirgi kunda ancha o'zgargan, og'ir bosiq, mulohazali inson bo'lib qolgan. Meni nazarimda shunday endi birinchi taniganimdan hozirgi paytda. Siz qanaqa xotirlaysiz Ramazon Temirov va sizni yoningizga birinchi marta kelganlarini? To'g'risi, birinchi payt kelganda u bola juda anaqa edi. Sho'x gapga quloq solmasdi. Xolisa kelardi, xolisa kelmasdi. Keyin haydab yuborganman uni zaldan, o'zi ham biladi. Kelma dedim, menga unaqa bola kerak emas dedim.
To'g'risi u payt Furqat ham bo'lardi, boshqa bo'lardi. Ko'proq Furqatga upor berardim, Yakubovga. Endi stabilniy qilardim. Misol uchun mana Furqat Yakubov jangidan keyin ham Tirnovkani qoldirmaydi, nima qiladi. Ramazon Temirov o'sha tomonlari bo'lganligi uchun men undan sal o'sha anaqa qilib qo'ydim. Keyin keldi, aka dedi, meni maqsadim katta dedi. Sizlarga kelishingizdan maqsad, sizlarga kelishingizdan maqsad UFC'ga chiqish dedi. Men shu narsani qilib bering dedi. Men aytdim, mana shunaqa qilsang, mana shunaqa bo'ladi dedim. Tartibli, intizorli, qoldirmasdan, stabilniy, disiplina ushlasang. Bo'ldi aka, o'tirsangiz o'tiraman, tursangiz turaman, nima qilsangiz qilaman dedi. Mehnat qildik, sababini qildik, musobaqalarga chiqdi. Haqiqatdan tajribali sportchi. Xatolarni ustida ishladik, kurashlar yo'nalishi bo'yicha. Farmakologiyasi bormi, vitaminizatsiya hammasini ustida ishladik. Sababini qildik. Alloh taolo yo'lini ochdi, mana UFC'ga kirib ketdi. Doping chiqqan vaziyat haqida gaplashaylik. Siz ham Tailandda edingiz, jangga o'z muddat qo'yganda. To'g'risi Tailandda lager boshladik. Ramazon Temirov bunaqa formadaligini men hech ko'rmagandim. Imенно Tailandda bu juda jiddiy formada edi. Bu jang nafaqat Ramazonga, hammamizga muhim edi, butun O'zbekistonga. Teng bo'la Asu bilan yutish bizga kattaroq, ko'proq kerak edi bu g'alaba. Yaxshi tayyorlangandik, yutishiga 99% ishongandim. Bir kun kechasi yotdimiz xonada, men bosh xonada, bu bosh xonada edi. Menejer qilyapti, Ramazonda doping chiqdi deyapti. Men ishonmayman. Yo'q, aytolmam. Mana shunaqa olib ketdi, bir hafta oldin olib ketdi. Ketma-ket keldi. Doping qani bir marta olgan, doping chiqqanda ular aytmaganda bir haftadan keyin yana kelyapti. O'zi har bir oyda bir marta kelish kerak edi ular. Kelyapti, tushunmayapmiz, olib ketyapti-da. Polniy bizdan so'rayapti, nima ichgansan, qanaqa, nima, hamma narsani so'rayapti. Hamma narsani ichishingiz kerak. O'shanga qarab, bular o'sha doping bormi orasida yo'qmi, nima uchun ichgan bo'lsangiz, nima uchun ichganingizni keltirib berishingiz kerak dopingga. Olib ketdi, hammasi yaxshi bo'lsa kerak edi. Keyin mana shunaqa doping chiqdi. Endi nima bo'ladi desam, bo'ydan yechiladi, bo'ldi, yechil bo'ldi bo'ydida. Miki men aytdi, bo'ydan yechildi, zamin qidiryapti dedi, Asuga dedi. Endi chetsam sud bo'ladi dedi. O'zini doping kontrol sudi bor dedi. Komissiyada o'rganib chiqiladi, nimaga ichgan, mashina qanaqa bo'lgan, hammasini keltirib bersa, o'shanga qarab bu sanksiya qo'yadi, to'shto chetlov beradi. Qancha ish straf beradi. U yerda agar siz keltirib bera olmasangiz, sizni oldingi pobedalaringizni ham olib qo'yishi mumkin-da, karyeralaringizni, undan oldingi g'alabalarni ham. Keltirib berdik, boshqa bo'ldi. Undan oldin keyin Ramazonga yetsam, Ramazon hayron, bir jim bo'lib qoldi. Keyin bir mahal yig'lashga tushdi. Juda bir achinarli holat edi bu paytda. Ramazon bilan o'tirib yig'ladi, bo'sh qildi, o'ziga kela olmadi, ancha siqildi, bo'sh qildi. Qadar shunaqa bo'lish kerak, yaxshiligiga. Balki Asu bilan chiqqanda tutqizib qo'yardi, balki boshqa narsa bo'lishi mumkin edi. Alloh shuni bergan ekan. Keyin ketdi, o'zgardi, yana o'ziga keldi, sekin formaga qaytdi. Mana Xudo xolasa o'sha tayyorgarlikni boshladik. Sportni unchalik tushunmaydigan odamlar aytishadiki, Asudan qo'rqqani uchun doping ichib olganda shu bahona bo'lib ketgan deb. Odam o'zini karyerasini riskka qo'ymaydi-yu bunaqa. Shunaqa. Albatta, u doping ichib unga nima keragi bor? Asudan qochib, doping kontrolga uchib, o'zini karyerasiga o'tdi. Nafaqat aytamanku, Asudan bo'y yechiladi. O'tdi, qolgan undan oldingi pobedalar ham yechilib ketishi mumkin edi va jarima ham to'lashimiz kerak edi o'tda. Agar biz keltirib bera olmasak, nimaga ichganimizdan. Chunki o'zini qonun qoidalari bor edi. Har bitta doping kontrol bizga shartnoma yuborganda yozilgan bo'ladi. Komissiya pullari necha yilga chetlov, teng bo'lib Ramazonga 1 yil berdi. Biza nimaga ichganimizni keltirib bergan, o'zi 2 yilga beradi. 2 yilga berdi, bo'ldi, UFC'dan ketding deganida, bu o'sha UFC kerak emas-da. Amirxon Alixo'jayev haqida gaplashaylik. Raqibini bilardingiz, kuchli kurashchi edi. Ko'pchilik aytadi, o'z haqiqatan Amirxon Alixo'jayevni kurashda deyarli ko'rmaganmiz, jang payti. Endi sparinglarda bilmaymiz qanaqa kurash kuchliligini. Shunaqa kuchli raqib berdingiz shogirdingizga. Kuchli Amirxon Alixo'jayev ham, unga teskari bo'lgan raqib berdingiz.
ayrim murabbiylar shogirdiga raqib tanlashadi. Mag'lubiyatga uchramasligi, to'g'ri ketishi uchun. Lekin siz urushsa, kuchlisi bilan urushib qo'ya qolsin degan tushuncha bilan harakat qildingiz. Amirxon Alixo'jayev yaxshi shogirdimiz, faqatgina ozgincha xatolari bor. O'ylash juda shoshqaloqlik qiladi. Bu juda kuchli sportchi Amirxon Alixo'jayev. Kurash tomonlama ham mana shu zalda ko'ramiz. Baribir bermaydi ishonchimizni. Baribir ustoz shogird ko'rib shogirdiga tavsiya beradi-da. Kim bilan ursa bo'ladi, kim bilan bo'lmaydi. Endi bizani ligada ras urishmoqchi o'ziga munosib raqib berildi. O'tda unaqa undan zo'r emas edi, undan ham slab emas edi. Raqib mos edi. Misol uchun ko'rgan bo'lsangiz, Amirxon o'sha to'liq ustunlik unda edi. Faqatgina sal ozgincha aldab, ya'ni yutsa bo'lgan sharoitda edi. Uni ochilib qoldi, ochilgan tomonlardan foydalandi. Jangdan keyin raqib bilan gaplashamiz, aytdi, "Meni yarmim dod ko'rmayapti" deb. Menda ikkita yo'l bor deb. Liba riskovat qilib urishim kerak, liba kurashishim kerak. Men riskovat qilib urdim, tegib qoldi deb. U yerda qattiq zarba ham bo'lgani yo'q. To'shni ustilar bo'ldi. Bu sport, g'alaba bilan mag'lubiyat har doim yonma-yon yuradi. Bundan oldin ham oktagonda kamarga urishganda ham unga ham juda qattiq tayinlangandi, ham kurashiga, ham stoykasiga. Shunaqa sportchilar bor, bilasizmi? O'zi bilmagan holatda kuchli bolalarni yutib qo'yadi. Shunaqa sportchilar bor, o'zidan slaviy bolalarga yutqizib qo'yadi. O'zimizdan bolalarda ham bo'lganda shu narsa. Bo'ldi deydi. Odam o'zi qalbida bo'lish kerak-da. Ya'ni sal o'ziga bo'lgan ishonch ortib ketdimi, bo'ldi, o'sha yutqizib qo'yish ehtimoli kamroq. Chunki yutolman degan fikr, bo'ldi, hozir yutaman, hozir yiqitaman degan narsa keldimi miyaga? Chunki unaqasiga o'zgarib qoladi-da, sirasi hamma narsa. Naborot har tomonlama bolalarga aytaman, tayyor bo'linglar, yutishga ham, yutqizishga ham. Sportchi u kuchli bo'ladimi, reytingi kichkina bo'ladimi, havaskor bo'ladimi, jiddiy qarash kerak. U raqib senga qarshi chiqyapti oktagonda, demakki senga u munosib. Bo'lmasa agar munosib bo'lmaganda senga qarshi chiqmaydi bekordan bekorga. Bizda hech qanaqa kelishilgan janglar bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Shu paytgacha sportchilarimga unaqa raqib olmaganman, xudo xolasa olmayman ham inshaalloh, chunki naborot biz o'zimizdan ustimiz ishlayapmizmi, maqsadimiz katta ligaga chiqish, o'zimizni ko'rsatishimi, demak o'shanga yarasha mehnat qilishimiz kerak. Kim raqib tanlaydi, kimga misol uchun kelishilgan janglar bo'ladi, kimki mehnat qilmagan, o'ziga bo'lgan ishonchi bo'lmagan sportchilarda shuna holat ko'p bo'ladi. Karyera qilaman, men yutib olishim kerak deydi, lekin mehnat qilmagan bo'ladi-da. Oddiy qaraydi. O'sha o'zbekistonlik jangchilar orasida ham bor, kelishilgan janglarda ko'proq janglarni sotib olib ishtirok etadigan. Sizni ligangizga kelib qolsa shular. Qanaqa nazorat qilasiz ularni? Shunaqa jangchilik kelyaptiki, o'zim beraman raqib pulini, gonorar ham kerak emas, olib kelib bersangiz, urishtirsangiz bo'ldi. Nima keragi bor? Uni shuncha qilayotgan bizani mehnatimizni bir tiyin qilib. Men tasavvur qiling, to'y bo'lyapti, katta to'yingizga hamma narsa qilganingizda kimdir svet o'chirib qo'yapti-da. Hammani oldida bu uyatga qolgan narsa-da, undan ko'ra qilmagan yaxshi. Amirxon Alixo'jayevda ikkita og'ir mag'lubiyat bo'ldi, ketma-ket. Ikkinchisida endi u yerda ham murabbiysiz, ham liga prezidentisiz. Majbursiz emotsiyalaringizni bosib turishga, hali o'z aytganingizdek. O'sha birinchi mag'lubiyat ham og'ir bo'ldi. Sayat bilan jangdagi mag'lubiyat ham. Murabbiy sifatida shogirdlaringiz shunaqa chuqur nokautlarga uchrab qolgan paytda nimalarni his qilasiz? Birinchi bo'lib nima haqida o'ylaysiz? Xato haqida o'ylaysizmi? Qayerda xato qildik deb o'ylaysizmi? Birinchi narsa o'zimni xato qildirishga harakat qilaman. Nimaga yutqizdi? Sababi xatolarni yozib chiqamiz. Iloj bo'lsa o'shalarni o'zimdan qidirishga harakat qilaman. Keyin sportchiga gapiraman. Yutqizgan paytda sportchiga tanbeh ber, urish xatosini gapirsangiz, baribir u miyasiga ham kirmaydi, bo'sh qilmaydi. Emotsiyalar faqatgina o'zimning ichimda qoladi. Kimgadir gapirib, kimgadir urishib jahl qila olmaysiz. Bor trenerlar shunaqa yutqizib qo'ysa, shogirdiga jahl qiladi. Men o'ylaymanki, noto'g'ri. U jang paytida ko'rsatma berish kerak, kerak bo'lsa urish kerak, kerak bo'lsa urish kerak o'sha yerda. Uyg'otish kerak. Xarakterini uyg'otish kerak.
unga zadacha berish kerak, eshitmayotganligi uchun urishish kerak, jang paytida. Jangdan keyin yutqizib qo'ygandan keyin nima kerak bor? U janggacha bo'lgan protsessda u tayyorlab borish kerak shu narsani. To'g'risi Amorxon Alixo'jayev Sayatga yutqizib qo'yganda ham qattiq jahlim chiqqan. Nafaqat o'zimdan, Amorxonda ham, ko'pchilik ham ko'rdi arenada, razvedkada juda qattiq urish berdim. Xato qildi. Chunki bizning zadachamiz kurashga kirish kerak emas edi, u kurashga kirib ketib qoldi. Endi foydasi yo'q deb baribir. Uni urishganingiz bilan, bo'sh qilganingiz bilan yaxshiligi bu ham. Shogirdlaringizni mag'lubiyatida necha foiz hissangiz bor deb o'ylaysiz? Tengma-teng. Tengma-teng. Chunki shogirdni mag'lubiyati meni mag'lubiyatim, g'alabasi meni g'alabam. Lekin ba'zi bir muxlislar, ba'zi bir o'sha balet qilgan insonlar ko'rmaydi. Shogird yutsa sportchi zo'r ekan, yutqizib qo'ysa murabbiyning xatosi. Albatta xatoimiz bor, yutishda ham, yutqizishda ham. Bu sport, unga chiqquncha, u etapga borguncha qancha mehnat qilganmiz. Nimaga shuni gapirishmaydi, nimaga shuni ko'rsatib berishmaydi, nimaga shuni qadriga yetishmaydi? Chunki o'zliksiz sportchi bo'lmagan, yo bo'lmasa boshqa bo'lmagan, lekin unaqa insonlar har doim bo'lgan, bo'laveradi, uni yo'qotib bo'lmaydi deb o'ylayman. Alixo'jayevning keyingi rejalari qanaqa, qanchalik tez qayta oladi? Ko'pchilik aytishadi, dam olish kerak 6 oy kamida bunaqa mag'lubiyatdan. Xudo xolasa doktorlar ko'rigidan o'tdik, sog'lom, hech qanaqa jarohat yo'q. Baribir satrasiyani bo'lgan, unaqa katta satrasiyani emas. Hozir shu mana sekin boshlaydi. Shu boshladi ham. Yengilroq o'zini упражнениялari bor, kerakli zadaniyalar bor, miyani ishlatadigan funksiyalari bor. Qattiq nagruzka yoki sparinglar пока что yo'q. Menimcha shu iyul oylarida jangga qaytadi. Qanchalik Manguga qaytadi bilmayman. Hozir bizda Karate Combat bilan kontraktimiz bor. Karate Combat ham so'rab turibdi Amirxonni. Chunki shartnomamiz Mangudan oldin bo'lgan. Biz ulardan so'radik, Manguda jang qilsa bo'ladimi? Bitta jang Karatedan oldin. Bular bo'ladi deydi. Hali viza tasdiqlanmadi. Uni topshirganmiz hamma dokumentlarni. Xudo xolasa tayyor bo'lgandan keyin Karate Combatga berib olganimiz yaxshiroq. Amirxon aka o'zlari Sayat bilan jang qilishni xohlayaptilar. Siz qanaqa qaraysiz murabbiy sifatida? Qaytish to'g'rimi orqaga? Yo'q, kerak emas deb o'ylayman. Endi mag'lubiyatni ham tan olish kerak deyman har doim. Muhiddinga ham, Amirxonga ham. Nima kerak bor? Revansh qilib, ko'pchilik aytadi-ku, to'g'zagandan keyin yutib olish kerak, bosh qilish kerak. Naborat o'zini yo'lida ketaversin, ular ham, biz ham o'z yo'lda ketaveramiz. Menga ularni chempion hozir ham aytaman, chempionlik kamari qiziq emas, boshqasi qiziq emas. Biza maqsadimiz kattaroq ligaga chiqib, o'zimizning o'rnimizni, reytingimizni olish. Agar shunchalik oktagon kamari muhim bo'lganda, Ramazon Temirovga imkon berilgan oktagon kamarida birinchi 50 kiloda ursin degan urishtirmaganman. Yo'q deganman. Masalan deganman, undan kuchliroq ligaga chiqamiz, UFCga ketamiz. Murabbiy sifatida sizga eng og'ir kun qaysi bo'lgan? Eng og'ir kun sportchim o'limi musobaqadan keyin bo'lgan o'sha eng og'ir kun menga. Bundan 2020-yilda 16 yoshli sportchim vafot etgan, jangdan keyin holat yaxshi edi, jangdan o'tkazdi, bo'sh qildi, gaplashib o'tirdik. Sudurga olgan, tam doktorlar nimadir ukol qilib uni komaga tushirib qo'ygan, keyin shu vaziyat bo'lgan. Kровотечение miyada qon tomir yorilishi va bir haftadan keyin bola o'tib qolgan. O'sha paytda og'ir kun bo'lgan. Sportni ham tashlab ketish fikrlar bo'lgan. Bir 2 oy, 3 oy men trenerlik trenirovka to'g'risida o'ylamaganman. Zo'rashib ketganman. Yana qanaqadir nimadirlarga ko'ra qaytib kelish to'g'ri kerak bo'lgan. 2024-yil 29-dekabr. Bu sana bu oqshom sizga nimalarni eslatadi? Qanaqa qolgan xotirangizda? 2024-yil 29-dekabr. To'g'ri eslolmayman. Oktagon. Oktagon ligi Muhiddin Mamajonov. Amirxon Alixo'jayevda ham. Ketma-ket mag'lubiyatlar. Juda qattiq stressga tushganman unda ham. Sochlarim to'kilib ketgan. Boya aytib o'tganimdek
ketma-ket mag'lubiyat bo'lgan o'shanda Amirxonda ham, Muhiddinda ham. Yutgan joylarda Amirxon Alixo'jayev ham yutqizib qo'ygan, Muhiddin ham yutib turgan joyi o'zida jang juda teskariga o'zgarib ketgan. Bu kun bizdan umuman yuzini burib yuborgan, nima desa bo'ladi, juda ayanchli kun bo'lgan. Juda qattiq stress. Bilasizmi, ko'p murabbiylar aytishardi yoshligimda, yuragidan ko'p kasal bo'ladi deyishardi. Men nimaga unaqa kasal bo'ladi derdim. Juda qattiq emotsiyaga berilib ketar ekan murabbiy. Stress o'ziga olish, nervnичать qilish, asabiylash juda qattiq. Ko'p mana boksda ham murabbiylarni ko'rdim. To'lqin akani ham operatsiya qilishdi, yuragini bo'shqa bo'ldi. Hozir umrlari uzoq bo'lsin. Tushunmasdim-da, baribir nimaga unaqa bo'lar ekan deb. Juda qattiq perejvat qilishdan bo'lar ekan bu narsa. Murabbiylik sohasi biz o'ylaganchalik oson ish emas-da. U javobgarligi, attestinisi bor. Har tomonlama tayyor bo'lish kerak bo'lgan sohalardan bittasi. G'alabaga ham, mag'lubiyatga ham har doim tayyor bo'lish kerak-da. Kerak bo'lsa, shunaqa g'alabalar bo'ladi, yuragingiz ko'tara olmaydi-da. Ramazon Temirovda bo'lgan shu g'alaba imенно Ryzen'da bo'lganmanda, knockdown holatidan chiqib yutib ketganda, o'sha yuragim yorilib ketadigan. Sekin-sekin baribir endi odam o'zini emotsiyasini, mana shu asab tizimlarini boshqarish bilish kerak ekan, juda qiyin narsalar. Bitta turnirda 2-3 ta shogirdingiz jang qilsa, bittasi yutqazib qo'ysa, bittasi yutsa, o'zingizni qanaqa tutasiz? Balans ushlashga harakat qilaman, lekin baribir siz xohlagan narsa bo'lavermas ekanda. Allohning xohlagani bo'lar ekan. Kimlardir hozir yutishiga ishonasizda, yutqizib qo'yadi-da. Kimlardir yutishiga ishonmaysizda, yutib qo'yadi. Qiyin. Baravariga mana bunaqa 2-3 ta shogird olib chiqib urishtirish juda qiyin. Unga yaxshiroq bitta mana Ramazon Temirov individualniy tayinlab, podgotovkasini qilib, UFC'ga olib chiqib, Ramazon bilan ham bo'yi ketayotganimizda oyoqlarim qaltiraydi, qaltiramaydi, asabiylashasiz, o'ynatasiz, aytadi, "Aka, bo'ldi" deydi. "Siz qilaverma, yaxshi bo'ladi" deydi. Sizni ko'rib mast qilib ketaman deydi. Endi bu g'alaba muhimda, nafaqat menga, O'zbekistonga. Qaysi shogirdingizni mag'lubiyati sizga qattiq ta'sir qilgan? Menimcha shu Muhiddin bilan Amirxonnikida. O'sha dekabr oqshomi. O'sha dekabr oqshomida bo'lgan. O'shandan keyin ko'nglim sovib ketdi ko'p narsadan. Siz jang payti shogirdingizga ko'rsatma berib turganingizda, siz aytganingizni qilib turib, shogirdingiz yutqazib qo'ygan paytlar bo'lganmi? Men aytganimni qilib turibman. Bo'lgan unaqa narsalar. U narsalar bo'ladi. Siz aytganingizdan qilgani bilan baribir yutqizish kerak bo'lsa yutqizadi. Lekin mana shu ishoning, ko'p shogirdlarimizni 90% aytganimni qilib yutganda. Mana shu Ramazon Temirovdagi eshitgan sportchi yo'q. Mana shuni qildi, men qiladi. Aytadi, "Aka" deydi, "Mana siz gapiring, yoningizda gapirmasin" deydi-da. Bir chiqib ketdi desam, kamiz ham. Muzaffar aka o'tiribdi, Muhammad aka o'tiribdi. Ichim turinglar. Ular ham to'g'ri gapirishyapti, prosta baravar gapirish noto'g'ri. Men misol uchun ularni kamsitish yoki bo'sh qilish emas, ularning fikri ham to'g'ri, lekin hammamiz baravar gapirishimiz noto'g'ri. Bitta gapirsa yaxshiroq bo'ladi. Furqatbek Yoqubov haqida savol bermoqchiman. Sizni qo'l ostingizda shug'ullanganda bir paytlar. O'sha paytdagi Furqatbek Yoqubov bilan hozirgi Furqatbek Yoqubovni sportda qanaqa o'zgarishlar sezdingiz? Katta bola bo'lganini sezdim. To'g'risi. O'sha paytda juda yosh edi. Даже yo'l kirasiga pul bo'lmasdi, yeb ichishiga pul bo'lmasdi, musobaqaga yuborishiga. Endi men o'zimdan kelib chiqib shogirdlarga qarayman har doim. O'zimga berilmagan o'sha mehrni yoki nimadir olmagan bo'lsam murabbiydan o'shalarga berishga harakat qilaman. Birinchi bo'lib shu Furqatbek Yoqubovga berganman. Chunki u kickboksda shug'ullanib yurgan paytda keyin MMAga manga o'tgan, MMA karyerasi men bilan boshlagan. Va yillar o'tdi. U paytda MMA unaqa zo'r rivojlanmagan edi. MMA yo'nalishi bo'yicha Furqatni olib keta olmadik. Keyin Furqat aka dedi, "Men Dubayga ketaman, o'sha yerda ishlayman" dedi. O'sha yerdan karyera qilaman, hop sezdi.
bo'ldi deya rasman qilib bera olmaymanmi, boshqa qilib borgani, o'zini hayotini qurgani yaxshi, karyera qilgani yaxshi. Men uni yo'q bormaysan, mana shu yerda o'tirasan, sabr qilasan, olib chiqaman deb olib chiqa olmasam, u noto'g'ri bo'ladi. Ertaga umrini, vaqtini menga o'tkazgan bo'lib qoladi. Lutchi o'zi harakat qildi, qanchadir mana достижениyaga erishdi, bo'sh qildi, lekin vaholanki mana shu bola shuncha qilgan mehnatimizni haligacha eslaydi. Ayrim sportchilar bor, ketadi, borib sizni yomonlaydi. U noto'g'ri narsa. Nimagaki u kelishdan oldin o'zi hech kim edi zalga. Uni siz qaysidir etapgacha olib chiqdingiz, unigacha yana tramplin qilib bera olmadingizmi? Naborot qo'yib yuborish kerak. Naborot yaxshi fikrda bo'lgani yaxshi. Furqat oila qurdi, boshqa bo'ldi, ancha o'zgargan, og'ir bosib bo'lgan. Har tomonlama yaxshi o'ylaydi, yomon bola emas. Sizni zalingizda bolalar juda ko'p va murabbiy sifatida, ustoz sifatida hammasiga ham birday e'tibor, mehr ajrata olmaysiz. Ularni balansda ushlash uchun nimalar qilish kerak? Murabbiy shogirdlarni bir-biridan ajratib qo'ymaslik uchun. Murabbiy hech qachon bolalarni ajratmaydi. Shogirdlarimga ham gapiraman. O'zi ajraladi. Shunaqa ko'rinadi yoki Ularga shunaqa ko'rinadi. Misol kimgadir ko'proq e'tibor berayotgan bo'lasiz, kimgadir ko'proq musobaqa olib chiqayotgan bo'lasiz, lekin ular o'zi ajralib chiqadi. Misol uchun hammasini yugurtirib yubordingiz, to'g'rimi? Hammasi baravar vaqtda kelmaydi-ku. Kimdir kardiosi bilan, kimdir tezligi bilan oldinga o'tib ketadi, kimdir chidamkorligi bilan o'tib ketadi. Misol uchun yugurish boshlagan bolaga qo'shilyapti-da, kech kelgan bolalar. Misol uchun u oldiga o'tib ketish noto'g'ri-da. U qancha bular boshlab keldi, bir 5 kilometr, 10 kilometr yugurdi, bu 10 kilometrdan qo'shilyapti, keyingi marafongacha ketmoqchi. U sras tramplin qilmoqchi. U adolatdan ham bo'lmaydi. Nimagaki bu ancha oldin kelgan, boshlagan va o'zini ko'rsatgan, sabrligini, tartibini, intizomini. Bularga vaqt tashlash kerak. Vaqt o'zi o'zgartiradi. Ba'zi bir shogirdlarimiz qaramaymiz, siz aytganingizdek ketib qoladi, xafa bo'lib qoladi, odam ajratyapti deydi. Yo'q. Hech qaysi murabbiy nafaqat o'zim ajratmaydi, o'zi ajralib chiqadi. Nafaqat talanti, mehnati bilan, tartibi bilan, intizomi bilan ajralib chiqadi. O'sha bolalarga misol uchun sekin-sekin qarasangiz, xudo xolasa natija beradi. Balkida natija bermasligi mumkin, lekin bu ham bizga ustozlarga dars bo'ladi. Chunki bola bilmaysiz-da, chempion bo'lgandan keyin zezrat qilishi bor, o'zgarib qolishi bor, faqat men bo'ldim deyishi bor. Vaholanki kelganda hech nimasi yo'q edi. Stolga turishi ham, tartibini ham, intizomini ham ustoz qo'yib beradi-da hammasini. Bu sekin bularni balansi mana shunaqa qilib biz ishlaymiz. Asosan shogirdlarimizga vaqtga tashlaymiz. Kim ko'p tirnab kelyapti, kim qoldirmayapti, kim ko'chada qanaqa yuribdi. Asosan endi bizning zalda ko'p viloyatdan keladi bolalar. Shaharga kelgandan keyin hech narsasi bo'lmaydi. Kvartiraga joylashadi, qiynalib zalga keladi, to'lovlar qila olmaydi. Ularga imkoniyat beramiz, lekin ular vaqt soat o'tgandan keyin o'zgarib qoladi. Qanaqa o'zgarib qolganini o'zi ham bilmaydi. Kimlargadir qo'shilib qoladimi yoki kimlardir bilan bo'lib qoladimi? Har xil oqimlarga tushib qoladi-da. Kimdirlar o'sha yuzini ochib qo'yadi o'zi bilmagan holatda. Siz e'tibor berib, mehr berib, shu tarbiyalagan shogirdingiz bir kun kelib salom alik qilmasdan ketib yorsa, nima deydi? Xayr xo'shni nasiya qilib ketdi deydi-yu. Shunaqa qilib ketib yorsa sizga. Biroz ruxsat ham so'ramasdan, rozilik olmasdan boshqa joyga ketib yorsa, ko'nglingiz og'riydimi? Albatta, nafaqat meni, hamma murabbiyning ko'ngli og'riydi. Bir nimani o'rgatdimi, ustozda menga shunaqa tushuntirishgan. Ustoz, uni hurmat qilish kerak. Unga xud e'tibor qildingiz, qilmadingiz. Ertaga u sizdan voz kechordimi, shunday kelib ertaga ko'rishsa ham ko'rmaganlik olib ketyaptimi? U nafaqat sizni oldingizda hurmati bor, jamiyatda ham bu bolaning hurmati yo'q-da. Men shunaqa bolalarni ko'rganman. Imminni aytmayman-u, nomini mendan ketib faqat yutqizgan. Faqat yutqizgan. Kelib ustoz dedi, menga duo bering dedi. Men o'shanda sizni xafa qilgan ekanman. Sizni ketib yorgan ekanman. Mana bunaqa bo'lgan ekan. Yutqizishdan qanaqa nokautlar bilan yutqizyapti-da. Duo bering dedi. Mendan rozi bo'ling mehnatingizga dedi. Men ukamdim, roziman dedim. Boshda agar shunaqa qilib ketganingda men senga qarshiligim yo'q edi. Men bera olmagan imkoniyat boshqasini olmoqchimisan?
ketadi. Shu bilan yaxshi bo'lib ketdi bir xillari. Ahli ilm vakillari aytishadiki, tarbiyasiz odamga ilm berib bo'lmaydi deb. Qanaqa odamga trenirovka o'tib chempion chiqarib bo'lmaydi? Tarbiyasiz odamga men zalni sraz aytaman. Zalni ko'chani yoqib olsa, urishsa, so'kib ketgan bo'lsa, foydasi yo'q deb qoladi. Baribir o'sha yoqqa ketaveradi. Birinchi o'chir tartib, intizom. Aytaman, sen UFC chempioni bo'lmaysanmi deyman. Odamlar bilan muomala qilishni, salom alik qilishni bilmasang, sen UFC chempion bo'lganingdan foydasi yo'q. Birinchi o'chirda tartib, intizom, tarbiya, birovni ko'rganda hurmat, kattani ko'rganda hurmat, kichkini ko'rganda izzat. Sen ham shu kelganingda shu kichkina eding. Sen ham kelganda ish balog'ing yo'q edi. Alloh senga berdi, shu darajaga erishdingmi? Bo'ldi, o'zingdan keyingilari kelayotganlarni hurmat qil, joyiga qo'y. Balki sendan zo'r bo'lib ketar, bilmaysan. Imini shunaqa ham bo'lib ketyapti. Ko'pchilik sizni shaxsan qo'l ostingizda shug'ullanishni xohlashadi. Qanaqa qoidalar bor sizni qo'l ostingizda shug'ullanish uchun? Qoida bitta. Talablar. Qoida bitta. Zalga kelish kerak. Va har bitta shu bizani zalimizning qonun qoidasiga rioya qilish kerak, xolos. Boshqa narsa emas. Birinchi o'chirda agar boshqa zaldan kelgan bo'lsa, ustozning roziligi bilan albatta. U xud chempion yeri bo'lsin, xud yangi boshlagan bo'lsin, qaysi murabbiyda qilgansan, qayerdan bazang bormi? Sportchini holatiga qarab bizda gruppalarga qo'yiladi. Agar boshlang'ich guruh bo'lsa, boshlang'ich gruppaga so'zsiz qo'yiladi. Sog'lomlik to'g'risida hujjatlarini olamiz, to'lovlarini qiladi, qo'shilaveradi. Agar yo'q, yaxshi sportsmen bo'lsa, rezultat ko'rsatgan bo'lsa, albatta murabbiy bilan bir xil keladi. Kimni qilgansan desam, men bunaqa murabbiy. Men taniyman. Nima bo'lsa chiqish olmadim. Nimaga chiqish olmading? Qaramayapti yoki ajratyapti, hamon oldi urishyapti yoki tashab qo'ydi. O'shanga chiqish olmadim. Bo'l, qilib berish telefon deyman, qilib bera olmaydi. Qachon murabbiyingdan ruxsat olasan, kelasan. O'ta yaxshi, yomon bo'lsin murabbiy. Bizga shunaqa o'rgatishgan. Men misol uchun qora deganmi, demak, murabbiy qora deyaptim, biz uchun qora bo'lish kerak-da. Bu noto'g'ri gapiradimi, to'g'ri gapiradimi? Chunki biz boshda borganimizda boyitib o'tganda hech narsani bilmasdik. Murabbiy bizani shuni qorani oq qilib bergan inson. Mangu haqida oxirgi savol. Ko'pchilik aytayaptiki, birinchi turnir endi zo'r o'tib oldi professional jangchilar bilan, keyinchalik zerikarli bo'lib ketadi va majbur qolishadi media jangchilarni ligaga jalb etishga deb. Qaysi talablar bilan qo'shilishi mumkin media jangchilar Mangu ligasiga? Qaysi Media jangchilar sharoit talab media jangchilar o'zi bizga qiziq emas. Agar qiziq bo'lganda mana Shahzod Gold ushtirgan bo'lardi. Chunki o'zim shogirdim u. Hech kim Goldligini bilmasdan oldin meni tayinlangan. U o'zining o'zi media jangchisi bo'lib qolmagan. Urushgan bo'lsa ham yaxshi sportchilar bilan urushib jang qilgan sportchi-da. Xuddi media sportchi. Bizning talabimiz javob beradi desa, avvalambor tartib intizomli bo'lish kerak. Media jangchisi bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Ommaga chiqarib gapirishdan oldin bu yoqqa chiqib o'ziga mos raqiblar bilan действие qilish kerak. Ko'p media jangchilari o'zidan kuchli bolalar bilan urushgisi kelmaydi yoki o'zidagi sportchi bilan urushgisi kelmaydi. O'zidan slabiy bolalar bilan urushib, yana ham mediasini rivojlantirishga keladi. Lekin bizani ligada bu unaqa qonun qoidaga to'g'ri kelmaydi. Chunki o'zidan past yoki bo'lmasa hech balon bilmagan sportchini olib chiqib urushtirish bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Nimaga aytaymanki, bu sportda bu yerda bilib bo'lmaydi qanaqa jarohat olishini. Mana professional sportchilar ham ko'zidan jarohat oldi, ko'zi ko'rmay qolishi ehtimoli ko'proq bo'ldi, ko'rasiz. Ertaga u media jangchisiga bir nima bo'lib qolgan bo'lsa, liga nafaqat javobgarlik yopilib ketish ehtimoli ham ko'proq. Biz shundan qo'rqamiz. Biz birinchi sog'lig'iga e'tibor beramiz. Mana UFC ham, katta ligalar har bittasi elementarniy kerakli o'zini anaqasiga to'g'ri keladigan doktor qog'ozlarni topshiradi. Ustafiga to'g'ri keladigan. Oddiy misol uchun 086 ni olib borib bersangiz sizni UFC ga qo'ymaydi. Hozir bizda shunaqa ligalar ko'p. Olib boradi 086 sog'lom bo'l, shu doktor javob beradi. Yo'q. O'zini QR kodi, ofitsialniy sertifikati bor klinikalardan o'tib, kerak bo'lsa ko'zi, kerak bo'lsa jigar, hamma narsa analizdan topshirib kelgandan keyin buni qabul qilishadi. Xudo xolasa endi biz ham shunga harakat qilamiz.
boya aytib o'tganimdek birinchi o'chirda bizada ligada mediani bayslarni yig'ish emas, bizada professionalniy bayslarni mediasini rivojlantirish. Da, to'g'ri, UFC'da ham media bayslar bor. Kim u? Lekin haqiqiy bayslar. Conor McGregor to, что UFC'ni ko'targan sportchilardan bittasi. Bizada ham balki shunaqa bays chiqar. Mana Furqat chiqdi-yu, listen. O'zbek MMA'sini og'riqli nuqtasi nima bugungi kunda? Og'riqli nuqtasi masalan Murabbiy sifatida yoki liga prezidenti sifatida qaysi nuqtani to'g'rilab bo'lmaydi va o'sha narsa o'zbek MMA'sini orqaga tortyapti? O'zbek MMA'si bizada hozir ancha rivojlangan. Mana bugun ham seminarga o'tdik, trenerlar bilan tajriba almashdik, sertifikatlar bo'yicha ishlash boshlandi. Shu ichki ishlarga o'tgandan keyin har bitta o'sha trenerlarni yig'ib, ular tayyormi murabbiylarga, tayyor emasmi? O'zi bizada murabbiy, MMA murabbiy bo'lmagan. Men o'zim ham udarnikman. Imенно чисто MMA murabbiy 99% bo'lmagan. Uni endi sekin ishlab chiqarishimiz kerak. Lekin mana 5 yil ichida juda katta natija qildik-da. Jahon chempionati, jahon chempionlari chiqqan. Tarix bo'lmagan narsalarni qildi. UFC jangchilari chiqyapti. Qanchadan qancha MMA sportchilari chiqyapti. Bu katta narsa. Xatolar baribir, shu bo'lmagan narsalar juda ko'p. Shu birlashish kerak. Hamma men yo bo'lmasa o'zim o'zim qilaydigan narsa bo'lib qoldi-da, yo'q. Bu ligani ochishimizdan maqsad ham biz hammaniki, O'zbekistonniki bu. Meniki imенно tugadi degan narsa emas. Bu ertaga bu liga yopilib ketadigan bo'lsa, demak yana bitta orqaga ketish bo'ladi. Men shuni aytib o'tamanki, MMA sporti orqaga tortilishi bo'ladi. Oldingi safar ham aytganman, intervyularimda bilasiz, MMA sporti jar yoqasida. To'shtoq jar yoqasida qanaqa? Haqiqiy sportchilar orqada, lekin urush bilmagan sportchilar oldinda. Ular pul ishlayapti, lekin mana bu mehnat qilayotgan bola pul ishlamayapti. Nimaga shu narsaga qaramaymiz? Nimaga ularga imkoniyat bermaymiz? Bu liga, Mangu ligasi to'shtoq shunaqa bolalarga imkoniyat berish uchun, ertaga ko'tarish uchun, ertaga rivojlantirish uchun MMA'ni, yana ham sportga qiziqish orttirish uchun yoshlarni. Endi tasavvur qiling, bir xil aytadi, MMA sporti mumkin emas, noto'g'ri narsa, harom deyishi mumkin, boshqa deyishi mumkin. Lekin o'sha sportchi ertaga ko'chada urush bersa, yo bo'lmasa ichib, chakib, har xil bilos tabletkada chiqib ketyapti, jinoyat ish qilgan yaxshimi yo sport bilan shug'ullanib karyera qilgan yaxshimi? Shunaqa sportchilar bor, yo ko'cha bezor bo'lib ketadi, yo bo'lmasa kayfga berilib ketadi. O'zimizdan ham o'tgan, ko'rganmiz, bo'sh qilganmiz. Nimaga ularga imkoniyat berilmaganligi uchun shunaqa bo'lgan. Ularga imkoniyat beraylik. Balki bizdan ham chiqar, xudo xolasa, UFC chempionlari. Uni chiqishi aniq, xudo xolasa. Ularga imkoniyat berish kerak, xolos. Ozgincha motivatsiya. Sportchida faqatgina bitta yo'l bor, liba sport, liba ish. Fokus bitta qaratish kerak. Boshqa narsaga bo'lish kerak emas. Sport qilgan bo'lsa, tirikchilik qolib ketib qoladi. Unga ozgincha investitsiya qilib, homiylar topib, shu menejerlik kompaniya orqalimi, liga orqalimi topib bergan bo'lsak, agar u potensialni stabilniy qilgan sportchi bo'lgan bo'lsa, biz ularni xudo xolasa qo'llab-quvvatlab inshaalloh olib ketamiz. Sportchidan yomon odam chiqmaydi, men oldin ham aytganman, hozir ham aytaman. U haqiqiy sportchi bo'lsa, o'zini o'rnini topadi jamiyatda. Nechta sportchi shogirdlarimiz xo'p chempion bo'lmagan taqdirda ham davlat ishlariga kiryapti, yaxshi joyli ishga kiryapti, oilasini boqishga sharoit qilyapti. Kimgadir misol uchun biznesga qo'shilyapti, kimdir qaysidir okasi tortyapti, chunki u haqiqiy yaxshi inson bo'lganligi uchun. Oxirgi savol. Butun hayotingizni otangizni bitta nasihati, maslahatiga amal qilgan holda o'tkazsangiz, u qaysi maslahat bo'lgan bo'lardi? Endi otam rahmatli 2011-yil o'tib ketganlar. Menga aytardilar, "Sen bilan faxrlanaman" derdilar. Bo'ldi. Endi to'shto menga imkoniyat yaratib berganlar, to'sh sport yo'nalishi bo'yicha. Trenirovkani qoldirma, qil trenirovka, xudo xolasa erishasan deganlar, erishdim. O'zingiz sportchi bo'lib turib ko'p natijaga erisha olmagansiz va odamning ichida baribir armoni qoladi. Sportchi sifatida qaysi nuqtani zabt etishni xohlardingiz?
Endi biz ham xohlaganimiz UFC'ga chiqishi, oktagonga chiqishi, kickboksdan boshlaganman. Kickboksda o'zimizni misol uchun o'rnimizni qo'yganmiz, qo'l oyoq bo'yicha ham. Keyin boksga o'tganmiz. Biz imkon qidirardik. Qanaqa yaxshi karyera bo'lgan bo'lsa, o'sha yoqqa o'zimizdan urib borardik. Trenerlarimiz ham mana shu tomonlama yaxshi ko'tarilasan, mana shu tomonga borardik. Kickboksdan chiqdik, boksdan chiqdik, Unifightdan chiqdik. Unifightdan ham jahon chempionatlariga borib keldik. Ustupat qildim. Pankreatondan chiqdim, Qozog'istonda urishib keldim. Hozirdagi sharoit bo'lmagan. Agar hozirdagi sharoit bo'lganda men ishoninglar yota olib zal trenirovka qilardim. Endi hozir misol uchun shu armonimni qilishimga imkoniyat bor, urishim kerak desam bo'ladi, lekin orqamda qolayotgan jamoa qolib ketib qoladi. Tortilish bo'ladi. O'zi mana shu ligani o'zi ham bir katta ish. Даже undan oldingi turnir qilganimda bolalarga unaqa e'tibor ham bera olmadim, shogirdlarimga. Endi hozir mana hamma narsa joy-joyiga tushdi. Komanda kuchli, Xudoga shukr. Ishlayapti, bo'sh qilyapti. Trenirovka o'tishimga ham vaqtim bor, bolalar bilan ishlashga ham. Hatto o'zim erishmagan narsaga shogirdlarim erishsin deyman. O'shandagina Xudo xolasa meni yutug'im shu bo'ladi. UFC'da O'zbekistondan eng ko'p ishtirok etgan odam sizsiz. Jangchilar orasida ham, murabbiylar orasida ham. Hech kim hali jangchilar ham bu rekordni yangilagani yo'q. 5 marta qatnashdingizmi? 5 marta qatnashdim. O'sha UFC oktagon oldida o'tirganingizda, oktagon ichida o'zingizni tasavvur qilib ko'rdingizmi? Arenani ko'rib hayron bo'lasiz. Shunaqa ko'p odam, boshqa tasavvur qilish qani edi degan narsa bo'ladi-da. Qani edi menda ham shunaqa imkoniyat bo'lsa ekan. O'zimizdan ligada manguda ham qildim. Odamni ko'rib o'zlarim urishim kelib ketdi-da. Menimcha har bitta sportchi shunaqa emotsiyada bo'lsa kerak. Shu yaxshi zo'r arenalar kelib qolsa, yaxshi ligalar kelib qolsa, qani edi yoshligimga qaytsam yoki imkoniyat bersa men ham chiqib ursam ekan degan bo'lib qoladi. Xudo xolasa shogirdlarimiz erishsa biz xursandmiz. Mango 2 turniri muxlislarga nima va'da qiladi va turnirda bu safar qaysi yulduzni mehmon sifatida ko'ramiz? Hozir oldindan bir nima deya olmayman. Xudo xolasa bitta muxlisimiz bor. Inshaalloh shuni olib kelishga harakat qilamiz. Avvalam mehmon, muxlis mehmon. Mango ligasi to'shto va'da qilamanki, haqiqiy professional shou, emotsiyaga boy, zo'r janglarni ko'rasizlar, qonli janglarni. Bu yerda kim yutishi, yutqizishi muhim emas, asosan raqobat ko'rsatish kerak. Tajriba oladi, yutgan sportchi. Muxlislardan so'raymiz, nima bo'lgan taqdirda ham o'zimizdan sportchilarni qo'llab-quvvatlanglar. Bular sizlar uchun jang qiladi. Xohlasa yaxshi yo'l ko'rsatadi. Jasur aka, rahmat intervyuga kelganingiz uchun, savollarimizga ochiq-oydin javob berganingiz uchun. Sizga, shogirdlaringizga va ligangizga omad tilaymiz. Rahmat, sog' bo'linglar, charchamanglar.